O'rtoq, yurganyapman aka. Aytmoqman-ku, senga mashina zo'r. Mashinani probegi 100% halol. Kraskalari toza. Bemalol xohlagan ustiga borib tekshirtirib, kallam bilan javob beraman. Nima deysan o'rtoq? Aka kallam bilan javob beraman deyaptilar-ku. Olamiz. Shoshmay tur, hozir akamlar bilan men o'zim gaplashaman. Okey? Bir minutga ber qarorni. Shu o'rtog'im boshqacha-da. Rasa men uchun jon kuydiradi. O'rtog'imni ko'rib turibsiz. Sodda bola. Otasiz o'sgan. Onasiga o'zi qariydi. Iltimos sizdan shu mashinani kelishtirib hisoblab bering. Bo'ldi, bo'lmasa men sizni tushundim. Aka, men $1000 mashina boshlang'ich to'lovi, bu yoqni xudo xohlasa, o'rtog'im aytgandek kun-kunda to'lab beraman. Pulni sanab oling aka. Ukam plyus to'g'ri $1000 ekan. Yaxshiligiga haydang mashinani. Rahmat aka. O'rtoq, rahmat senga ham. Yaxshiligingga qaytaring. Bo'pti, xo'p, kelavering, uydaman. Alo. Labbe Oka. Qayerdasan? Mahallada edim. Uyga tushib ketgan, ana o'rtog'ing kelayotgan ekan. Bo'ldi hozir. Assalomu alaykum. Aka, tuzimsiz. O'rtoq, sen yaxshimisan? Ha, ukam, tinchlikmidi? Men qara o'rtoq, akamlarga telefon qilsa, nimaga menga bir og'iz telefon qilmadi? Tinchlikmidi o'zi? O'rtoq, qanaqa qilib telefon qilaman? Oldingda xijolatma. O'zi men uchun akamlarning oldilariga kelib, narxlarni kelishtirib gaplashib beruvding. Aka, siz oldingizga iltimos bilan keluvdim. Nima iltimos, ukam? Kecha kechqurun onamlarning mazalari bo'lmay qoldi. Doktorga olib boruvdim. Srochniy operatsiya qilmasa bo'lmaydi dedi. O'shanga operatsiyaga $1000 dan oshiq pul ketar ekan. Iltimos aka, shuni olib qolib $1000 pulni qaytarib bering. Onamlarga qaramasam bo'lmaydi-da. Onam doktordalading. Ha aka. Iltimos faqat. O'rtog'im ham noto'g'ri tushunib qolmay, men uchun keluvdi-da siz oldingizga. Agar qo'lingizdan kelsa, shu $1000 qaytarib bering aka. Sizni to'g'ri tushundim. Bo'lmasam sizga plyusni qaytarib bera qolaman. Alloh rozi bo'lsin sizdan. 7, 8, 9. Mana sizni plyus $900. Sizga $1000 beruvdim-ku. Bitta $100 kam qaytarib beryapsiz-ku. $100 o'rtog'ingizdan olasiz. Uni keyin o'zingiz bilan kelishib olardi. Uka, men tushundim uka. Rahmat sizga. Pul zarildab o'tdingiz. O'rtog'ingizdan $100 olmaysizmi? Yo'q aka. O'rtog'im bilan o'rtamizdagi oqibatli narxi $100 ekan. O'sha pul o'rtog'imda. Qovura qolsa, haqiqiy do'st do'stiga foyda keltirishni o'ylaydi. Uni ustidan foyda qilish emas. Gaplarim to'g'rimi yoki noto'g'ri? Fikringlar kommentariyada yozib qoldiringlar. Do'stim, arzimagan pullarga meni sotmagin.